Bugun men barcha pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Pensiya guvohnomasiz bekor qilinayotgani nimani anglatadi? Bu sizning pensiyangiz to'xtaydi deganimi yoki faqat qog'oz hujjat bilan bog'liq tartib o'zgarayotganimi? Bu mavzu har bir nafaqadagi ota-onamiz, buvilarimiz, bobolarimiz, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlar pensiyasini oladigan oilalar va ularning farzandlariga tegishli. İltimos, videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayrim joylarda oddiy ko'ringan hujjat masalasi keyinchalik bankda, dorixonada, kommunal idorada yoki ijtimoiy yordam olishda muammo chiqarishi mumkin. Hozir kanalga obuna bo'lib qo'ying va videoga like bosing, chunki bunday yangiliklarni o'z vaqtida bilish pensionerlar uchun juda katta ahamiyatga ega. Avval pensiya oluvchi fuqaro odatda pensiya guvohnomasi orqali o'z maqomini tasdiqlab kelgan. Ya'ni odam pensiyaga chiqqandan keyin unga maxsus guvohnoma berilgan. U hujjatda fuqaroning familiyasi, ismi, otasining ismi, pensiya turi, ayrim hollarda tayinlangan sana yoki tegishli ma'lumotlar ko'rsatilgan. Ko'pchilik shu guvohnomani doim yonida olib yurgan. Transportda, poliklinikada, dorixonada, bankda, mahalla idorasida turli imtiyozlardan foydalanishda. Endi esa asosiy o'zgarish shundaki, davlat organlari va xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar pensioner maqomini qog'oz guvohnomaga qarab emas, elektron ma'lumotlar bazasi orqali tekshirishga o'tmoqda. Men bu joyini alohida ta'kidlayman. Pensiya guvohnomasi bekor qilinish pensiyaning bekor qilinishi degani emas. Bu siz har oy oladigan pensiya pulingiz yo'q bo'ladi degani emas. Gap asosan pensioner ekaningizni tasdiqlovchi qog'oz hujjatning majburiyligi kamayishi yoki ayrim holatlarda undan voz kechilishi haqida ketmoqda. Oldin qanday edi? Masalan, bir pensioner banka borsa, undan pasport yoki ID karta bilan birga pensiya guvohnomasi so'ralardi. Dorixonada chegirma bo'lsa, guvohnomani ko'rsatardi. Ayrim tashkilotlar esa guvohnomasi xizmat ko'rsatishni cho'zib yuborardi. Natijada guvohnomasini yo'qotib qo'ygan odam qayta tiklash uchun ovora bo'lardi, navbat kutardi, arza yozardi, ba'zan bir nechta idoraga borardi. Hozirgi yondashuvda esa davlat tizimlarida fuqaroning pensiya oluvchi ekani allaqachon ko'rinib turishi kerak. ID karta, pasport ma'lumotlari JSSHIR, ya'ni shaxsiy identifikatsiya raqami orqali fuqaroning maqomi aniqlanadi. Bu raqam har bir fuqaroning shaxsiy ma'lumotlarini bog'lab turadigan asosiy kalitga o'xshaydi. Shuning uchun yangi tartibning maqsadi pensionerni ortiqcha qog'oz ko'tarib yurishdan ozod qilish. Idoralar o'rtasidagi ma'lumot almashinuvini kuchaytirish va xizmatlarni tezlashtirishdir. Lekin hayotda hamma narsa birdan silliq ishlamaydi. Men tajribamdan bilaman. Qog'oz hujjat bekor qilindi degani. Ertadan boshlab barcha bank, barcha dorixona, barcha tashkilot bir xil tushunadi degani emas. Ba'zi xodimlar eski tartibga o'rganib qolgan bo'lishi mumkin. Ayrim joylarda intizom ishlamay qolishi mumkin. Ba'zan fuqaroning ma'lumotida xatolik bo'ladi. Familiyada bitta harf boshqacha, tug'ilgan sana noto'g'ri kiritilgan, pensiya turi ko'rinmayapti yoki bazada eski ma'lumot turib qolgan. Shuning uchun pensionerlar bu yangilikni to'g'ri tushunishi va o'zini himoya qilish uchun nima qilishni bilishi kerak. Birinchi navbatda oddiy yoshga doir pensiya oladigan fuqarolar xavotirga tushmasligi kerak. Agar siz har oy pensiyangizni bank kartangizga yoki naqd shaklda belgilangan tartibda olayotgan bo'lsangiz, guvohnomaning bekor qilinishi pensiya to'lovi to'xtaydi degani emas. Sizning pensiyangiz pensiya jamg'armasi tizimida tayinlangan bo'ladi. To'lov esa belgilangan jadval asosida davom etadi. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli fuqaro har oy 20.400.000 so'm pensiya olyapti. Uning eski pensiya guvohnomasi bor, lekin u yirtilgan yoki yo'qolgan. Avval bunday vaziyatda u guvohnomani qayta tiklash uchun bezovta bo'lishi mumkin edi. Yangi tartibda esa asosiy hujjat ID karta yoki pasport bo'ladi. Pensioner maqomi elektron tizimdan tekshiriladi. Demak, bu odam pensiyasi to'xtab qolishidan qo'rqmasligi kerak. Lekin u bankka yoki boshqa joyga borganda shaxsini tasdiqlovchi hujjati albatta yonida bo'lishi kerak. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar. Bu yerda ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan nuqta bor. Nogironlik bilan bog'liq imtiyozlar faqat pensiya guvohnomasi bilan emas. Tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi nogironlik guruhi muddati va elektron reyestrdagi ma'lumotlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar odamning nogironlik muddati tugagan bo'lsa yoki qayta ko'rikdan o'tishi kerak bo'lsa, guvohnoma bor yo'qligi emas,
aynan tibbiy maqomning amaldaligi muhim bo'ladi. Masalan, iki guruh nogironligi bo'lgan fuqaro 2023 yilda pensiya yoki nafaqa olgan. Uning pensiya guvohnomasi qo'lida turibdi. Lekin nogironlik muddati 2024 yilning dekabrida tugagan bo'lsa va u qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, qog'oz guvohnoma uni avtomatik himoya qilmaydi. Tizimda muddati tugagan deb chiqsa, ayrim to'lovlar yoki imtiyozlar to'xtashi mumkin. Shuning uchun nogironlik asosida pul olayotganlar o'z hujjatlarining amal qilish muddatini albatta tekshirish kerak. 3-guruh. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyani oladigan oilalar. Bu holatda pensiya ko'pincha farzandlar, o'qiyotgan talabalar yoki boshqa qaramog'idagi shaxslarga bog'liq bo'ladi. Agar bola 18 yoshga to'lsa, kunduzgi ta'limda o'qishini tasdiqlovchi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Demak, pensiya guvohnomasining bekor bo'linishi bu toifadagi oilalar uchun ham asosiy masala emas. Asosiy masala bola o'qishni davom ettiryaptimi? Ta'lim muassasasi ma'lumoti tizimga kiritilganmi? Oilaning pensiya olish huquqi saqlanib qolganmi? Misol keltiraman. Bir oila boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi sifatida 2 farzand uchun jami 1.800.000 so'm olayotgan bo'lsin. Katta farzand 18 yoshga to'ldi va kollej yoki universitetda kunduzgi ta'limda o'qiyapti. Agar o'qish haqida ma'lumot o'z vaqtida tasdiqlanmasa, tizim uni endi pensiya olish huquqiga ega emas deb ko'rsatish mumkin. Bu holatda guvohnoma qog'ozda borligi foyda bermaydi. Huquqni tasdiqlovchi asosiy ma'lumot yangilanishi kerak. 4-guruh. Chekka hududlarda yashovchi, internet yoki elektron xizmatlardan foydalanish imkoniyati past bo'lgan pensionerlar. Men aynan shu toifadagi odamlarga ko'proq e'tibor beraman. Chunki katta shaharda yashaydigan odam ID karta bilan bankka borib, masalani tez hal qilishi mumkin. Ammo olis qishloqda elektron tizim yaxshi ishlamasa, xodimlar yangi tartibdan to'liq xabardor bo'lmasa yoki internet tezligi past bo'lsa, pensioner guvohnomangiz yo'q ekan degan gapni eshitish ehtimoli bor. Bunday vaziyatda xotirjam lekin qat'iy bo'lish kerak. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat orqali elektron bazadan tekshirishni so'rash lozim. Bu o'zgarishning eng katta foydasi qog'ozbozlik kamayishidir. Pensiya guvohnomasi yo'qolsa, eskirsa, kuyib ketsa, suv tegsa yoki uyda qolib ketsa, odamning pensioner maqomi yo'q bo'lib qolmaydi. Maqom davlat bazasida saqlanadi. Bu ayniqsa yoshi katta odamlar uchun qulay. Chunki ular har safar alohida hujjatni izlab yurmaydi. Bitta ID karta yoki pasport orqali o'zini tasdiqlaydi. Ikkinchi foyda, soxta hujjatlar xavfi kamayadi. Oldin ayrim holatlarda eskirgan noto'g'ri yoki qalbaki guvohnomalar orqali imtiyoz olishga urinishlar bo'lishi mumkin edi. Elektron tizimda esa ma'lumot bevosita rasmiy bazadan olinadi. Bu davlat uchun ham, halol pensionerlar uchun ham foydali. Chunki imtiyozlar haqiqatan huquqi bor odamlarga yetib borishi kerak. 3-foyda. Xizmatlar tezlashishi mumkin. Masalan, bank xodimi pensioner maqomini alohida qog'ozdan tekshirmasdan shaxsiy ma'lumot orqali tizimdan ko'rsa, jarayon tezroq bo'ladi. Mahalla idorasi ijtimoiy yordam masalasini ko'rayotganda ham pensionerning holatini bazadan aniqlashi mumkin. Bu nazariy jihatdan juda yaxshi. Ammo amaliyotda barcha tashkilotlar o'z tizimini to'g'ri ulashi, xodimlarni o'qitishi va fuqaroga ortiqcha talab qo'ymasligi zarur. 4-foyda, pensiya oluvchi fuqaro o'z huquqini raqamli shaklda tasdiqlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, ayrim elektron davlat xizmatlari orqali pensiya tayinlangani pensiya miqdori yoki pensioner maqomi haqida ma'lumotnoma olish mumkin bo'ladi. Bu ma'lumotnoma kerak bo'lsa cho'p etib ham berilishi mumkin. Demak, qog'oz guvohnoma o'rniga kerakli paytda aniqroq va yangiroq ma'lumotnoma ishlatiladi. Lekin foyda bilan birga xavflar ham bor. Men pensionerlarga doim shuni aytaman: har qanday elektron tizimda ma'lumot to'g'ri bo'lishi shart. Agar bazada xato bo'lsa, qog'oz guvohnoma bekor qilingandan keyin o'sha xato ko'proq seziladi. Masalan, pasportdagi familiya Karimova, eski pensiya bazasida esa Karimova o'rniga bitta harf noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, tizimlar mos kelmasligi mumkin. Yoki fuqaro yangi ID karta olgan, lekin pensiya tizimida eski pasport ma'lumoti qolib ketgan bo'lsa, tekshiruvda chalkashlik chiqadi. Birinchi nozik jihat. Eski guvohnomani darhol tashlab yuborish shart emas. Agar sizda pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni saqlab qo'ying. U asosiy majburiy hujjat bo'lmasligi mumkin. Lekin ayrim tortishuvli vaziyatlarda qo'shimcha dalil sifatida foyda berishi mumkin. Masalan, elektron tizim vaqtincha ishlamay qoldi.
Xodim ise sizden pensioner ekaningizni tasdiqlashni so'radi. Bunday paytda eski guvohnoma. Pensiya to'lab tushgan bank ma'lumoti yoki pensiya jamg'armasidan olingan ma'lumotnoma yordam beradi. Ikkinchi jihat, guvohnoma bekor bo'lsa ham shaxsni tasdiqlovchi hujjat bekor bo'lmaydi. Ayrim odamlar endi hech narsa kerak emas ekan deb o'ylashi mumkin. Bu noto'g'ri. Bankda, davlat xizmatida, notariusda, mahallada, tibbiyot muassasasida shaxsni tasdiqlash baribir kerak. ID karta yoki pasport doim tartibda bo'lishi kerak. Muddati o'tgan pasport, yaroqsiz ID karta yoki familiya o'zgarganidan keyin yangilanmagan hujjatnoma chiqaradi. Uchinchi jihat. İmtiyozlar har doim ham pensionerlik maqomining o'zi bilan berilmaydi. Ba'zi imtiyozlar yoshga bog'liq, ba'zilari nogironlik guruhiga bog'liq, ba'zilari urush qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan maqomga bog'liq. Ba'zilari kam ta'minlanganlik mezoniga bog'liq. Shuning uchun men pensionerman, demak hamma chegirma menga tegishli deb o'ylash to'g'ri emas. Har bir imtiyozning o'z sharti bor. Masalan, dorixonada ayrim dori vositalari bepul yoki imtiyozli berilishi uchun faqat yoshga doir pensiya olish yetarli bo'lmasligi mumkin. Shifokor retsepti, kasallik turi, ro'yxatga kiritilgan dori va tegishli tartib talab qilinadi. Yoki kommunal to'lov bo'yicha yordam olish uchun pensionerlikdan tashqari daromad, yashash holati, mahalla xulosasi yoki boshqa mezonlar ham ko'rilishi mumkin. Demak, qog'oz guvohnoma bekor bo'lgani bilan imtiyoz shartlari alohida saqlanib qoladi. 4-jihat. Pensiya miqdori va pensioner maqomi boshqa masala. Siz pensioner ekaningiz tizimda ko'rinishi mumkin, lekin pensiya miqdori noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, bu alohida tekshiriladi. Masalan, ish staji to'liq kiritilmagan, arxiv hujjati topilmagan, ish haqi ma'lumotida xato bo'lgan bo'lsa, pensiya kam chiqishi mumkin. Guvohnoma bekor qilinishi bunday hisob-kitob xatolarini o'zi avtomatik tuzatmaydi. Agar siz pensiyangiz kam hisoblangan deb o'ylasangiz, alohida ariza bilan qayta hisoblashni so'rashingiz kerak. 5-jihat. Bank kartasi va pensiya guvohnomasi aralashtirilmasligi kerak. Pensiya guvohnomasi pensioner maqomini bildirgan, bank kartasi esa pulni olish vositasi. Agar guvohnoma bekor qilinsa, bu bank kartangiz bekor bo'ladi degani emas. Kartangiz muddati tugagan bo'lsa, PIN kodni unutgan bo'lsangiz, karta yo'qolgan bo'lsa, bu bank bilan hal qilinadi. Pensiya tayinlangan bo'lsa, to'lov mexanizmi alohida yuradi. Men pensionerlarga birinchi navbatda shaxsiy hujjatlarni tekshirishni maslahat beraman. ID kartangiz yoki pasportingiz amaldami, familiya, ism, otasining ismi to'g'ri yozilganmi, tug'ilgan sana xatosizmi? JSHSH raqami hujjatda aniq ko'rinib turibdimi? Shularni ko'rib chiqing. Agar hujjat eskirgan, yirtilgan yoki muddati o'tgan bo'lsa, davlat xizmatlari markaziga yoki ichki ishlar organlarining tegishli bo'limiga murojaat qilib yangilash kerak. Ikkinchi qadam, pensiya bo'yicha ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Buning uchun hududingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, ayrim xizmatlar elektron portal yoki davlat xizmatlari orqali ham olinadi. Siz mening pensioner maqomim tizimda to'g'ri ko'rinyaptimi? Pensiya turi, miqdori va to'lov holati to'g'rimi deb so'rashingiz kerak. Agar siz internetdan foydalanmasangiz, farzandingiz, nabirangiz yoki ishonchli yaqin insoningiz yordam berishi mumkin. 3-qadam, eski pensiya guvohnomangizni agar bor bo'lsa, alohida papkada saqlang. Uni har kuni olib yurish shart bo'lmasligi mumkin. Lekin yo'qotib qo'yish ham kerak emas. Shu papkada pasport nusxasi, ID karta nusxasi, pensiya tayinlangani haqidagi eski qaror yoki ma'lumotnoma, bank rekvizitlari, nogironlik bo'lsa tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlari, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa tug'ilganlik guvohnomalari va o'qish ma'lumotnomalarini saqlash maqsadga muvofiq. 4-qadam, agar biror tashkilot sizdan majburiy tarzda pensiya guvohnomasini talab qilsa, xodimdan talabning huquqiy asosini so'rang. Men buni janjal qilish uchun emas, o'z huquqingizni madaniyatli himoya qilish uchun aytyapman dedi. Siz shunday deyishingiz mumkin. Mening shaxsni tasdiqlovchi hujjatim bor, iltimos. Pensioner maqomimni elektron tizim orqali tekshirib bering. Agar albatta guvohnoma kerak bo'lsa, qaysi hujjat yoki asosan talab qilinayotganini yozma ravishda tushuntirib bering. Ko'pincha shundan keyin masala joyida hal bo'ladi. 5-qadam, agar tizimda ma'lumot topilmasa yoki xato chiqsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Arida yozing. Aridada familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSHSH, yashash manzili, telefon raqami,
pensiya turi muammo nimada ekanini aniq yozing. Masalan, mening pensioner maqomim elektron tizimda ko'rinmayapti. Shu sababli menga xizmat ko'rsatishda rad javobi berildi. Ma'lumotlarimni tekshirib, xatolik bo'lsa tuzatib berishingizni so'rayman. Arizaning qabul qilingan raqamini yoki nusxasiga muhr qo'ydirib oling. 6-qadam. Nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar o'z muddatlarini alohida nazorat qilsin. Nogironlik muddati qachon tugaydi? Qayta ko'rik qachon? O'qiyotgan farzandning ma'lumotnomasi qachon yangilanadi? Bularni kalendarga yozib qo'yish kerak. Chunki pensiya guvohnomasi masalasi alohida, huquqni davom ettirish uchun kerak bo'lgan asosiy hujjatlar alohida. 7-qadam bankdagi ma'lumotlaringizni ham yangilang. Ba'zan pensioner yangi ID karta oladi, lekin bankda eski pasport ma'lumoti turadi. Keyin karta almashtirishda yoki pul yechishda muammo chiqadi. Banka borib, shaxsiy ma'lumotlaringiz yangilanganini tekshirtiring. Telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, bank va pensiya bo'limidagi aloqa raqamingizni ham yangilang. Chunki SMS xabarlar, tasdiqlash kodlari yoki ogohlantirishlar eski raqamga ketib qolishi mumkin. 8-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Bunday yangiliklar chiqqanda ayrim firibgarlar pensiya guvohnomangiz bekor bo'lyapti. Pulingiz to'xtab qolmasligi uchun bizga karta raqami, SMS kod, pasport ma'lumoti yuboring deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Men qat'iy aytaman, hech kimga SMS kod bermang, bank kartangizni to'liq ma'lumotlarini aytmang, telefon orqali kelgan noma'lum havolalariga kirmang. Pensiya masalasi rasmiy idora, bankning rasmiy bo'limi yoki davlat xizmatlari orqali hal qilinadi. 9-qadam. Farzandlar va yaqinlar pensionerlarga yordam bersin. Bu yangilikni 75 yoshli buviga yoki 70 yoshli boboga hammasi elektron bo'ldi deb tushuntirish oson emas. Shuning uchun farzandlar bir marta vaqt ajratib, ota-onasining ID kartasi, bank kartasi muddati, pensiya hujjatlari, telefon raqami, elektron ma'lumotlari tartibda ekanini tekshirsa, keyinchalik katta muammoning oldi olinadi. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlarga mahalla qarindoshlar va qo'shnilar befarq bo'lmasligi kerak. Birinchi vaziyat. Pensioner dorixonaga bordi, chegirma so'radi. Xodim, pensiya guvohnomangiz bormi dedi. Pensionerida faqat ID karta bor. Bu holatda pensioner mening pensioner ekanimni ID karta orqali tekshirib bering deyishi kerak. Agar dorixona o'z ichki tartibiga ko'ra qo'shimcha ma'lumotnoma talab qilsa, pensioner pensiya jamg'armasidan yoki davlat xizmatlari orqali pensioner maqomi haqida ma'lumotnoma olib borishi mumkin. Lekin oddiy og'zaki rad javobiga rozi bo'lib ketish shart emas. 2-vaziyat. Bankda pensiya kartasi muddati tugadi. Xodim eski pensiya guvohnomasini so'radi. Aslida bank birinchi navbatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat asosida mijozni aniqlashi kerak bo'lsa, pensiya to'lovi manbasini tizimdan ko'rishi kerak. Agar xodim eski tartib bo'yicha talab qilayotgan bo'lsa, bank bo'limi boshlig'iga murojaat qiling. Kerak bo'lsa, yozma ariza qoldiring. Muhimi, kartani yangilash pensiya guvohnomasiga emas, shaxsni aniqlash va bank tartiblariga bog'liq. 3-vaziyat. Pensionerning eski pasportidagi familiya bilan yangi ID kartadagi familiya farq qiladi. Masalan, lotin yozuvida bitta harf boshqacha yozilgan. Bunday holatda tizimlar mos kelmay qolishi mumkin. Pensioner pensiya jamg'armasiga borib, yangi hujjat ma'lumotlarini pensiya bazasiga kiritishni so'rashi kerak. Agar nikoh, ajrim yoki familiya o'zgarishi bo'lgan bo'lsa, tegishli hujjatlar nusxasini ham olib borish kerak. 4-vaziyat. Pensioner boshqa viloyatga ko'chib ketdi. U eski hududda pensiyaga chiqqan, hozir esa farzandining uyida yashayapti. Bunday holatda ro'yxatdan o'tish, bank filiali, pensiya to'lovi shakli va aloqa ma'lumotlari muhim bo'ladi. Guvohnoma bekor qilinishi ko'chib o'tishdagi barcha masalalarni avtomatik hal qilmaydi. Yangi yashash joyidagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, ma'lumotlaringizni yangilab qo'yish kerak. 5-vaziyat. Pensioner mening pensiyam kam chiqyapti deb shikoyat qiladi. Bu masala guvohnoma bekor qilinishi bilan bevosita bog'liq emas. Bunda ish staji, ish haqi, arxiv ma'lumotlari, oldingi ish joylaridan hujjatlar, harbiy xizmat, dekret davri imtiyozli staj kabi holatlar ko'riladi. Pensioner qayta hisoblash uchun ariza berishi, stajni tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ishi kerak. Agar arxivdan ma'lumot topilmasa, sud orqali ish stajini tasdiqlash kerak bo'ladigan holatlar ham uchraydi. Demak, pensiya guvohnomasi bekor qilinmoqda degan xabarni eshitib vahimaga tushmaslik kerak. Eng muhim fikr shu.
pensiya guvohnomasi bekor bo'lishi pensiya pulingiz bekor bo'ladi degani emas. Bu asosan pensioner maqomini tasdiqlash tartibi qog'ozdan elektron tizimga o'tayotganini bildiradi. Pensiyangiz tayinlangan bo'lsa, huquqingiz saqlanadi. To'lov belgilangan tartibda davom etadi. Lekin xotirjamlik bilan birga e'tibor ham kerak. ID karta yoki pasportingiz tartibda bo'lsin, pensiya ma'lumotlaringiz tizimda to'g'ri ko'rinsin. Nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, muddatlarini nazorat qiling. Bank va aloqa ma'lumotlaringizni yangilang. Eski hujjatlarni tashlab yubormang. Har qanday rad javobida og'zaki gap bilan cheklanmang. Yozma tushuntirish yoki ariza yo'lini tanlang. Sizlardan iltimos, kommentariyada yozib qoldiring. Sizning hududingizda hali ham pensiya guvohnomasini talab qilishyaptimi yoki ID karta orqali muammo bo'lmayaptimi? Bu boshqa pensionerlarga ham foydali bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki pensiya oladigan tanishlaringizga yuboring. Bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam ortiqcha navbat, asabiylashish va hujjat muammolaridan o'zini himoya qiladi.